Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana konteyner profillarimizdan yana bir tomimiz bityapti. Shipper yopilish jarayoni. Mana firmalarimiz tepasida rekalar ham shu konteyner profilidan bo'lgan. P shaklida bo'lgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimda shunaqa xizmatlar bo'lsa, uy tomlari, to'yxona tomlari, zamonaviy molxona, fabrika tomlarini yopish xizmatlari bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Telefon nomerlarimiz ekranda chiqadi. Telefon nomerlarimiz 88 978 78 07. Hozirlarga pastdan ko'rinish holatini olib beraman. Mana bu ichki ko'rinishni ham olib beraman sizlarga. Mana bu ichidan ko'rinish holatlari. Joyiga qarab hisob-kitobini qilib beraveramiz. Kvadrati 180 mingdan 250 mingga doğru chiqaveradi joyiga qarab. Hozir pastdan ko'rinish holatini olib beraman sizlarga. Mana bu pastdan ko'rinish holati mana. Hozir yonboshu ichlarini ko'rsatib o'tamiz. Firmalarimiz orasi 1 metrdan tushgan buniki. Dayorga qarab kelishaveramiz. Mana ichkaridan ko'rinish holati. Mana bu erkir joyi. Ertamas qo'g'ini o'zi qiylaniga to'g'ri olguncha. Sen ikkovini aralashtirib olsa biz qo'yamiz uni YouTube'ga. YouTube'ga ko'pgina vaqt ko'p. Mana bu ichidan ko'rinish holatlari mana. Lombozini endi qilishadi. Kimda shunaqangi xizmatlar bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Hurmat bilan Abdulhay Usta kanali.